Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi velosipedimiz Hercules, Germaniya mahsuloti. Rama duralumi. Velosipedimiz duh podves, orqasida amortisattori bor. Скорость переключателя 3/7, Shimano Nihav. Ko'rishingiz mumkin. Venus rullari hammasi Hercules o'ziniki. Oldi vilkada amortisattori bor. Oldi farasi qanotga o'rnatilgan. Покрышкалari родной. Сиденье Sillerreal italyanskiy. Diskalar Mavic Fransiyaniki bo'ladi. O'qlari Shimano Dior. Tormoz vibreklari ham Shimano Dior bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, holat ideal. Velosiped handmade, qo'l mehnati. Limited 1295 velosiped hisoblanadi. Velosiped noyob hisoblanadi. Juda kam ishlab chiqarilgan. Velosipedimizning narxi 3.800.000. Manzilimiz Toshkent shahar. Kimga shunaqa yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Har xil turidan bor.